إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Biz o'tgan darsimizda Umdatul Ahkom kitobidan mazi va shunga o'xshagan narsalar haqida kelgan bob shuni o'qigan edik. Shu bobdan bir ikkita hadis o'qiganimiz bo'lgan ekan. O'sha bobdan Ummu Qays radhiyallohu anha hadislaridan davom ettiramiz. يتلركي عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسله. أم قيس رضي الله عنها يتلركي أنها أتت بابن لها صغير وزلر Nabi sallallohu alayhi va sallamni oldilariga hali taom yemagan kichik bolalarni, farzandlarini olib kelibdilar. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam o'sha kichik bolani, go'dakni ajlasahu fi hijrihi, Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zlarini qo'ynlariga o'tirg'izgan ekanlar. Shunda fabala ala thawbihi, shunda o'sha kichik bola, go'dak Nabi sallallohu alayhi va sallamning kiyimlariga bovul qiladi. Fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam suv olib kelishlikka buyuralladi. Shu bilan ana shu siydik tiygan o'ringa suv quyadilar. Walam yaghsilhu. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam u kiyimni yuvganlari yo'q. Hadis muttafaqun alayh, Buxoriy va Muslimda. Va shuningdek Oysha radhiyallohu anha hadislarida aytadilarki, Nabi sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir kichik go'dak bola olib kelindi. Shunda u kishining kiyimlariga bovul qildi. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam suvni olib keltirib ana shu suv siydik tiygan joyga suvni yetkazdilar. Va fi rivoyatin fa atba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu. Bu rivoyatda ham ana shu suvni siydik tiygan joyga yetkazganlar va uni yuvmaganlar. Bu hadisda bir necha foydalar bor. Shularning biri Nabi sallallohu alayhi va sallamning mehribonliklari va o'zlaridan bo'lgan bir tavozulari va kichik fe'lliklari mana shu bir yosh bolani, o'zlariga begona bo'lgan bir yosh bolani o'zlarini qo'ynlariga olib o'tirg'izib erkalaganliklari Nabi sallallohu alayhi va sallamning mehribonliklari va rahmatlilariga dalolat qiladi. Ko'pincha muayyan bir sha'an va obro' egalari o'zlaricha mana shunday bir harakatlardan o'zlarini katta tutishadi. Hatto ba'zilari yosh bolalarni ko'tarishlik yoki uni erkalatishlikdan hazar qilishadi. Bu Nabi sallallohu alayhi va sallamning hayotlariga qaraydigan bo'lsak, bu to'g'ri narsa emas. Sababi Nabi sallallohu alayhi va sallamga mana shu yosh bola keltirilgan vaqtda u kishini sifatlari ana shu bolani olib qo'ynlariga o'tirg'izishlik bo'ldi. Fabala ala thawbihi. Shunda boyagi kichik bola, go'dak qo'ynlariga bovul qildi. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam
ana shu bovulni siydik tiygan o'rinni yuvmasdan unga suv quyib yubordilar. Mana shu o'rinda fiqhiy masala bor bizga kerak, bobga aloqador narsa shuki, yosh bola bilan kattaroq bolani orasida farqi bor. Uning bovlini najosligida farqi bor. Kattaroq bola bilan undan kichikrog'i yoki go'dagini farqiga borishlikni, ya'ni farq qilishlikni belgisi Ummu Qays radhiyallohu anhoning hadislariga e'tibor beradigan bo'lsak, taom yemagan bo'lishligi tushuniladi. Taom yemagan bo'lishligi tushuniladi. Ya'ni mana shu o'rinda taom yegan bola bilan taom yemagan bolani orasida farqi bor ekan, o'sha bovlini najosatidan tozalashlikda farqi bor. Lekin bu o'rinda taom yemagan bolani bovli najas bo'lmaydimi deb so'raladigan bo'lsa, u najas bo'ladi u. Lekin ana shu najosatni tozalanishlikni yo'li yuvishlik bilan emas, balkim unga suvi quyishlik bilan yoki sochishlik bilan bo'ladi. U najas u ham, lekin Alloh subhanahu va taolo mana shu narsani yengillatib bergan. Keyin taom yemagan degani, ya'ni unda ba'zi bir xiloflar bor olimlar orasida, ya'ni umumiy taom yeyishlik, ya'ni ko'proq oziqalanadigan narsasi ovqat bo'ladigan bo'lsa, onasining suti emas. Sababi orada ozgina agar taom yedirilib turilsa, masalan, orada ozgina xurmo berilsa yoki asal yalatib qo'yiladigan bo'lsa, u taom yegan bo'lib hisoblanmaydi. Sababi asl u onasining suti bilan oziqalanadi. Lekin orada foyda bo'lishlik uchun ba'zi bir shifoli narsalar yoki foydali vitaminlar va shunga o'xshagan narsalar beriladigan bo'lsa, u bilan taom yedi degan hisobga o'tmaydi u. Taom yedi bo'ladi qachon? Agar u onasining suti bilan birga boshqa bir narsani yeyishlik bilan oziqalansa. Ko'pincha yosh bolalar 4 oy va undan ko'proq bo'lgan vaqtida onasining suti bilan kifoyalanmasdan taom yeyishligiga, oziqalanishligiga hojati bo'lib qoladi. O'sha muddatda, ya'ni taom yeyishlikgacha boradigan muddatgacha uni siydigini tozalashlik mana shunday bir yengil sifatda bo'ladi. Endi mana shu joyda bir masalaga e'tibor berishligimiz kerak. Bu hukmda o'sha go'dakni qiz bola va o'g'il bola bo'lishligida farqi bor. Qiz bola va o'g'il bola bo'lishligida farqi bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Imom Ahmad rahimahulloh chiqargan hadislarida va Ibn Majah rahimahullohda ham bor bu hadis. Aytadilarki, yughsalu min bawlil jariyati va yurashu min bawlil g'ulam deydilar. Qiz bolani bavli tiygan, ya'ni siydigi tiygan o'rin yuviladi va o'g'il bolani siydigi tiygan o'rni bo'ladigan bo'lsa, unga suv sepishlik va quyishlik bilan kifoyalansa bo'ladi. Mana shu o'rinda o'tgan darsda aytganmiz buni. Arab tilida rashbar bor, nadh bor va g'asl bor. G'asl u yuvishlik, ishqalab yuvishlikka g'asl deyiladi. Ammo nadh ikkita ma'noga ega. Ham sepishlikka va quyishlikka ham ishlatiladi, yuvishlikdan boshqa. Ammo rash bu suvni sochishlik va sepishlik bu. Yughsalu min bawlil jariyati va yurashu min bawlil g'ulam degani mana shu ma'noda. Boshqa bir rivoyatda bawlul g'ulami yundahu va bawlul jariyati yughsal. O'g'il bolani
siydigidan nadh qilinadi, ya'ni suv quyishlik bilan kifoyalanadi. Va ammo qiz bola bo'ladigan bo'lsa, uni siydigidan yuviladi. Demak, mana shu o'rinda o'g'il bola bilan qiz bolani orasida farqi bor. Bu masalada xilof bor. Ba'zi olimlar ikkalasini bir deb hisoblashadi, lekin mana shu tepada aytilgan sahih hadislarga qaytadigan bo'lsak, ikkalasini orasida shunaqa darajada farqi bo'ladi. Undan keyingi hadisga keladigan bo'lsak, aytadilarki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol: "Jaa arabiyyun fabala fi ta'ifati al-masjid fazajarahu an-nas. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه." Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, bir a'robiy kishi keldi. A'robiy deb shahardan uzoq bir diyorlarda, cho'llarda yashaydigan odamni aytadi. Shunaqa bir kishi kelib masjidni bir chetiga bovul qildi. Taban bu masjidning ichida. Fazajarahun nas, odamlar unga qattiq tiyishdi. Shundan ahahum Nabiy sallallohu alayhi va sallam boyigi qattiq tiyib turgan sahobalarni bu ishdan qaytardilar. Falamma qada bawlahu, boyigi a'robiy o'z bavlini bitirib bo'lgandan keyin, hojatini chiqarib bo'lgandan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir chelik suvni olib kelishga buyurdilar va ana shu bavul qilingan joyga quyilishlikka buyurdilar. Bu hadisda ham bir necha fiqhiy va tarbiyaviy foydalar bor. Shularning birinchisi, odatda odamlarning orasidan uzoq bo'lgan shaxs va gavjumlikdan uzoq bo'lgan odam ko'pincha ilmdan uzoq bo'ladi. Sababi ilm egalari odamlarning orasida yurishadi. Tog'u bog'da emas. Odamlarning orasida yurishadi. Odamlarning orasida yurgandan keyin shularga yaqin bo'lgan odamlar ko'pincha foydalanadi. Balki yana shu narsa borki, odam qanchalik ilm egasiga yaqin bo'ladigan bo'lsa, shunchalik darajada uni yaxshiligi bo'ladi. Shuning uchun Abu Dardo radhiyallohu anhu aytadilarki, bir kishining aqlliligidan keyin yurishligi, yurgan joyi va kirib chiqqan joylari bilim egalari bilan bo'ladigan bo'lsa, o'sha kishining aqlliligidan deyshadi. Deydilar Abu Dardo radhiyallohu anhu. Bu Ibn Abdul Bar rahimahulloh Jami' Bayanil ilmi va fadli degan muallaflarida yozganlar, zikr qilganlar. Demak, odam qancha bilim egalaridan yaqin bo'lsa, majolisil ilmga yaqin bo'ladigan bo'lsa, u shaxs shunchalik darajada Allohni va Rasul, Alloh subhanahu va taoloni rozi qiladigan va Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga muvofiq bo'ladigan hayotni bilishlikka muvaffaq bo'ladi inshaalloh. U yog'iga faqat o'zini Alloh tarafidan tavfiq bilan amali qoladi. Va mana shu shaxs shunchalik bir musulmonlar uchun hurmatli bo'lgan joy, masjid, Baytulloh qanchalik darajada hurmatli bo'lishligini xalqdan uzoq bo'lganligi uchun bilmay qoldi. Qasdan qilgani yo'q u. Shunda fazajarahun nas, odamlar bunga qattiq tiyishdi. Sabab bu munkar narsa. Ularning orasida ma'lumki masjid muhtaram joy. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam mana shu fe'ldan qaytardilar. Bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamda bo'lgan juda bir chiroyli xulq bo'lganligi. Nabiy Alloh subhanahu va taolo aytadiki,
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan rahmat bilan siz ularga muloyimlik qildingiz. Walau kunta fazzan, agar qo'pol va dag'al va yuragi qattiq bo'lganingizda lam faddu min hawlik, sizni atrofingizdan bular ketib qolgan bo'lishardi. Mana shu o'rinda har bitta yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib, odamlarga shariat o'rgatuvchi bo'lgan shaxsga katta bir dars bor. Olimlar aytishadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam atrofidan ketib qolishardi degan bu oyatdagi kishilar sahobalar. Agar Nabiy sallallohu alayhi va sallam qattiqroq va qo'polroq bo'lganlarida hattoiki sahobalar ham ketib qolishgan bo'lardi. Endi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan boshqa odam agar qo'pollik qiladigan bo'lsa va u odamning atrofidagi shaxslar sahobalar bo'lmasa, u so'zsiz erta kunda qochib ketishadi. Bu o'rinda maqsad odamlarni yig'ib, ularni sanog'ini ko'paytirishlik emas. Asl ahli sunna val jamoat sanoqqa qarashmaydi ular. Lekin shu bilan birga ba'zi bir kamchiliklar sababli to'g'ri yo'lni topishligi mumkin bo'lgan ba'zi bir shaxslarni adashib ketishligiga va to'g'ri dinni tanlashligidan bosh tortishiga gapi qo'polligi, tilli achchiqligi sabab bo'lib qolishligi kerak emas. Banda iloji boricha yaxshilikka yaxshi yo'l bilan buyuradi va yomonlikdan ham yaxshi yo'l bilan qaytaradi. Shunda qabul qilinsa alhamdulillah, qabul qilinmasa Allohga amrni topshiradi. Odamlar Alloh xohlasa hidoyat qiladi, xohlamasa Alloh hidoyat qilmaydi deb xohlagancha qo'pollik qilishlik bu nodonlikdan. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan bo'lgan rahmat bo'lganliklari uchun mana shu o'rinda ham bir mehribonchilikni ko'rsatdilar. Odamlarning hammasi mana shu o'rinda masjidga bovul qilgan odamga qattiq tiyishgan vaqtda Nabiy sallallohu alayhi va sallam shularni qaytardilar. Fanahahumun Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Shunda natija nima bo'ldi? Shunda boyigi odamni hojatini chiqarib olguncha tashab qo'ydilar. Hattoki hojatini bitirib bo'lgandan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalardan bittasiga suv olib kelishini buyurdilar va suvni quydirdilar shuni ustiga. Bu o'rinda olimlar mana shu hadis va shunga o'xshagan dalillar bilan bir qoidaga e'tibor berishadi. Aytishadiki, irtikabu akhafful mafsadatayni fi sabilit takhallusi min ashaddihima deyishadi. Ya'ni ikkita mafsada bor shariatda. Ya'ni bir hayot bir holatda. Bir holatdagi ikkita mafsada va ziyon bor. Ana shu ziyonni qaysi birini qilsangiz ham ziyon bo'ladi. Lekin qaysi birini qilsangiz ziyon kamroq bo'ladi. O'shani bilishlik haqiqatda bu fiqhdan. Shuning uchun Shayx al-Islom Taymiy rahimahulloh aytadilarki, yaxshilik bilan yomonlikni ajratish mumkin, ko'p odamlarning qo'lidan kelishligi mumkin. Lekin ikkita yaxshilikni yaxshirog'ini tanlashlik va bilishlik va ikkita yomonlikni yomonrog'ini tanlab bilishlik bu har kim ham bilaveradigan narsa emas dedilar. Shuning uchun shariatda mana shunday bir ko'p degan fiqhiy masalalar bor. Masalan, odam yo o'ladi yoki o'likni go'shidan yeb tirik qoladi. Ikkalasi ham mafsada. O'lishlik ham yomon, cho'chqani yoki o'likni go'shini yeyishlik ham yomon. Lekin
ikkalasini bittasini qilib, yengilrog'ini qilib, og'irroq mafsadadan salomat bo'lishlik. Yengilrog'ini qilib, og'irroq mafsada ziyondan, yengil ziyonni qilib, og'irroq, yomonroq ziyondan salomat bo'lishlik bo'ladi bu. Xuddiki Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu o'rinda boyigi odam bovul qilayotgan vaqtdan sahobalarni qaytardilar. Sababi birinchidan u odam bilmaydi. Uni agar birdan mana shunday bir qo'pollik bilan qaytariladigan bo'lsa, Allohu a'lam u nima deb tushunadi. Ikkinchidan, agar u o'sha vaqtda agar to'xtatiladigan bo'lsa, bitta joyi najas qilish shu o'rniga bir necha joyi najas qilishligi mumkin. Bu bitta ziyondan bir necha ziyonga almashib ketdi. Va uchinchidan, ana shu bovul oqib turgan vaqtda agar birdan to'xtaladigan bo'lsa, atibbolar, tabiblar aytishligi bo'yicha ko'pincha odamga ziyon berishlik bilan to'xtaydi. Mana shu holatda Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalarni to'xtatdilar. Va bu bizni kichkina bir olimlar orqali bilgan hikmatlarni ba'zilari. Allohu alam bu hikmatni, bu voqeani orqasida yana qanday bir hikmatlar bor. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam shundan keyin boygi sahobiy radhiyallohu anhu a'robiy mana shu holatda bilmay qilganliklari uchun u kishiga qattiq ham tegmadilar. Mana shu o'rinda yana bir dars borki, bilib turib qilayotgan odam bilan bilmasdan qilib qo'ygan, xatolashib qolgan odamning orasida farqi bor. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilmagan sahobalarga qattiq tegmaydigan bo'lganlar. Bilib qilib turgan odamlarga qattiq tegadigan bo'lganlar ba'zi bir vaqtlarda. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Muazga afattanun anta ya Muaz dedilar. Sen fitna qilyapsanmi? deb qattiq deydilar. Lekin masjidga kelib bovul qilgan shaxs bilimsiz bo'lganligi uchun, buni qasd qilmasdan bilmay qolganligi uchun qilib turganini hisobga olib Nabiy sallallohu alayhi vasallam bunga qattiq tegmadilar. Hattoki boshqa bir rivoyatda keladiki, Allohumma arhamni Muhammadan va la tar'am ma'ana ahadan deb aytadi. Ey Alloh, men bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'zingni rahmatingga olgin va biz bilan birga hech kimni rahmat qilmagin deb duo qiladi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam keng narsani toraytirib yording-ku dedilar. Ya'ni Allohning rahmati keng edi. Toraytirib yording-ku dedilar. Ya'ni Allohning rahmatiga hamma ham sig'adi agar ular rahmat talab qiladigan bo'lsa. Allohning rahmatini hech kim muayyan bir shaxslarga cheklab qo'yishlikka haqqi yo'q. Lekin bu odamda mana shunday narsalar bo'lmaganligidan shu narsalarni gapirib yoki qilib qo'yadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu o'rinda mana shunday bir chiroyli tarbiyani berdilar. Va bizning bobimizga taalluqli joyiki, mana shunday bir yerga va shunga o'xshagan joylarga agar siydik tiyadigan bo'lsa, ana shu joyi tozalashlikni tariqasi shunga suv quyishlik bilan kifoya. Bu qachon deyshadi olimlar? Agar o'sha yerga singib ketadigan bo'lsa suv. Ammo hozirgi kunimizdagi holatlarga qaraydigan bo'lsak, ko'pincha suv quyganingiz bilan foydasi yo'q. Agar o'sha gilam masjidda ozmasa, hozir kunimizda gilamlar bor, o'sha gilamning tagida tosh bo'ladi u. Unga suv quyganingiz bilan tosh ketmasdan najas o'sha yerda qoladi. Shuning uchun unga suv quyishlik bilan kifoyalanmaydi. Ammo Nabiy sallallohu alayhi vasallam holatlariga qaytadigan bo'lsak, u kishining masjidlarida joy namoz bo'lmagan. O'sha turpoqning ustida o'qishgan alayhi salatu vassalam. Radhiyallohu anhu. Shuning uchun agar o'shanaqa joy bo'ladigan bo'lsa, ustiga suv quyishing ham kifoyalansa bo'ladi. Mana shu qisqacha bu hadisni fiqhidan. Undan keyingi hadisni ham agar o'qib qo'yadigan bo'lsak,
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan shu hadisni eshitdim deydilar. Aytdilarki, al-fitratu khamsun. Fitrat 5 ta deydilar. 5 ta narsada. Al-khitan birinchisi xatna qilishlik, va al-istihdad bu farjni tozalashlik, va qassu sharib mo'ylovni qisqartirishlik, va taqlimul azfar tirnoqlarni qisqartirishlik, va natful ibiti bu qo'ltiqdagi junni yurishlik. Hadisni agar to'liq ma'nosiga keladigan bo'lsak, al-fitra degani shariatda Alloh subhanahu va taolo o'z bandalarini yaratgan yaratishligini haqiqati shu. Alloh subhanahu va taolo bandalarini yaratgan vaqtda ularning tabiatida yaxshilikni yaxshi ko'radigan va yomon narsani yomon ko'radigan, yoqtirmaydigan qilib yaratgan. Shuning uchun tepadagi aytilgan 5 ta xislat odatda salomat aql egalari shuni qiladigan va fitrati buzilgan va fitrati fasod bo'lgan va iflos bo'lib ketgan odamlar mana shu 5 ta sifatdan uzoq bo'ladi. Shularning birinchisi al-khitan. Al-khitan deganimiz bu xatna qilishlik. Xatna qilishlik bu shariatdagi o'sha fitralardan. Uni hukmida olimlar xilof qilishgan. Bu vojibmi yoki mustahabmi? Ba'zi bir olimlar uni vojib deyishgan. Sababi vojib deyishgan erkak kishiga. Sababi agar o'sha xatna qilinmaydigan bo'lsa, xatna qilinmagan joyda baul qolishlik bilan jasadda najosat saqlanadi. Va najosatdan tozalanishlik aytishadiki namozning shartlaridan biri. Shuning uchun bola xatna qilingani to'g'riroq. Balki bu tepada aytilgan hadisdek insonni to'g'ri tabiatiga muvofiq va bu payg'ambarlarning sunnati. Imom Buxoriy va Muslim rahimahumulloh chiqargan hadislarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, İbrahim alayhissalatu vassalam Halilur Rahman 80 yoshga yetganlarida xiton qildirdilar deydilar. Xiton ya'ni xatna qildirgan vaqtlari İbrahim alayhissalatu vassalamning 80 yoshga yetganlarida bo'lgan. Bu dalolat qiladiki, payg'ambarlarning otasi bo'lgan İbrahim alayhissalatu vassalam yoshlari katta bo'lgan vaqtlarida ham o'sha xatnani qilgan ekanlar. Demak, bu amalni qilishlik fitratni salomatligidan va uni qilinadigan vaqti qachon bo'ladi deb so'raladigan bo'lsa, yoshlik vaqtda, ya'ni bola go'daklik vaqtda qilingani yaxshiroq. U shart emas, ba'zilar o'ylaydigandek bola tug'ilgandan keyin 7-kunda xatna qilishlik u shart emas. Lekin bola qanchalik kichik bo'ladigan bo'lsa, shunchalik xatna qilishlik unga yengilroq va tuzalib ketishligi ham yengilroq bo'ladi. Ozor kamroq bo'ladi bolaga. Ko'pincha bularni qilishlik, bu xatnani qilishlik tabiblarni, shifokorlarni nimasiga maslahatiga qaytadi. Lekin balog'at yoshiga yetib qoladigan bo'lsa, ba'zi olimlar aytishligi bo'yicha balog'at yoshiga yetgan vaqtda vojib bo'ladi boyagi aytilgan nima sabab, najas turib qolishligi sababi vojib qiladi shuni. Ammo ayollarga keladigan bo'lsak,
masala keng, agar hojat bo'linadigan bo'lsa qilinadi, hojat bo'lmasa shart emas. Bu xatna bobida. Va yana shu narsaga e'tibor berishimiz kerakki, hozirgi kunlarda ba'zi bir kufr diyorlarida o'sgan yoki o'zini islom diyorida o'sib turib, o'zini musulmonligini bilmagan yoki islomdan hech narsa tanimagan ba'zi bir shaxslar borki, islomga kirishadi yoki islomni tanib qolishadi. Shundan keyin namozga kirishmoqchi bo'lganda ba'zilar qo'rqitib yoradi ularni. Birdaniga xatna qilishlik bilan, xatnani vojib qilishlik bilan qo'rqitib qo'yishadi. Bunga shoshilishlik kerak emas. Sababi xatna asl xilof bor, vojib yoki mustahabligida. Demak, buni tushuntirishlik bilan, vaqt o'tishlik bilan qilsa inshaalloh bo'ladi. Bu narsaga birdan shoshilishlik kerak emas. Ikkinchi masala al-istihdad. Istihdad degani u farjni tozalashlik. Farjni tozalashlik, qubul va duburni tozalashlik. Bu har bitta tozalanadigan narsa bilan tozalansa bo'laveradi. Ko'pincha bu muz, ya'ni biza lezva deymiz, shu bilan tozalashlik bilan qirishlik bilan bo'ladi. Va shunga o'xshagan qaysi bir moddani ishlatib tozalansa ham bo'laveradi. Va qassu sharib, uchinchisi mo'ylovni qisqartirishlik. Bu haqiqatda mana shu masalada islom ahli bilan kufr ahli ajralib turadigan bir belgilardan hozirgi kunda. Sababi islomda soqol qo'yishlikka buyurilgan, mo'ylovni qisqartirishlikka buyurilgan. Lekin odamlar dinni bilmaganidan, dindan uzoq bo'lganidan mana shu masalada ba'zi bir kofirlarga o'xshab ketishganki, mo'ylovni uzun qo'yishadi-yu, soqolni qirib tashlashadi. Bu haqiqatda Alloh subhanahu va taolo yaratgan to'liq sifatga, to'liq ko'rinishga qarshi kelishlik bu. Mo'ylovni o'stirishlik ko'p kirliklarni odamni ichiga kirishligiga sabab bo'ladi. Ammo soqolni qo'yishlik hech qanaqa bir kirlikka sabab bo'lmaydi. Bu shunchaki bir hikmati. Va illo Nabiy sallallohu alayhi va sallam Imom Muslim rahimahulloh chiqargan hadislarida aytadilarki, juzzu shawariba va arxul liha va khaliful majus deydilar. Juzzu shawarib, mo'ylovlarni olinglar, ya'ni qisqartiringlar degani, qirishlik emas. Va arxul liha, soqollarni qo'yib qo'yinglar va majuslarga qarshi kelinglar deydilar. Va yana Imom Buxoriy va Muslim chiqargan hadislarida aytadilarki, khaliful mushrikin waffirul liha va ahfu shawarib deydilar. Mushriklarga qarshi kelinglar, xilof qilinglar. Mushriklar butun hamma, Yahudi va nasoralar va mushriklarning hammasi soqollarni to'liq qo'yib, mo'ylovlarni qisqartiringlar deydilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mana shu buyruqlari aslida Alloh subhanahu va taolo bandalarini yaratgan haqiqiy tabiiy suratiga muvofiq keladi. Va u narsada foyda bo'lsa bor, inshaalloh buni ziyoni yo'q. Ammo buni aksi odamni ko'rinishini ham buzadi va jasadiga ham ziyonlik va shuningdek shariatdagi buyruqqa ham qarshi keladi. Undan keyingi amal taqlimul azfar. Taqlimul azfar bu nima? Tirnoqni qisqartirishlik. Tirnoqni qisqartirishlik bu odamning haqiqiy tabiatiga to'g'ri keladigan fitrat. Shuning uchun ba'zi bir erkaklar va ko'pincha ayollar tirnoqlarini o'stirishadi, subhanalloh. Va o'zlarini madaniyatli ko'rishadi. Vaholanki tirnoq qo'yishlik vahshiylikdan o'zi asli. Shuning uchun vahshiy hayvonlarning tirnoqlari bo'ladi.
agar mana shu tirnoq qo'yishlik hayvonlarning sifati bo'lmasa, odam bilan hayvonni farqi bo'lmay qoladi bu o'rinda. Shuning uchun bu narsani qilishlik odamni haqiqiy o'zini Alloh yaratgan tabiatiga qarshi kelishlik bo'ladi bu. Va uni ustiga hozirgi kundagi o'sha tirnoqlarni qo'yib va u o'sha tirnoqlarni ba'zi bir ranglar bilan bo'yashliklari ba'zi bir ayollarni o'zlarini islomda deb bilishsa ham namozlarini qabul bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Sababi bo'yalgan tirnoqqa suv yetmagandan keyin tahorati to'liq bo'lmaydi. Tahorat to'liq bo'lmasa u namoz emas. Sabab Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'tgan darsda o'qigan xabar berdikki, o'qidikki hadislarni la yaqbalullohu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Alloh subhanahu va taolo sizlarning namozinglarni qabul qilmaydi hattoki tahoratli bo'lmaguninglarcha namozinglarni qabul qilmaydi dedi. Demak, mana shu sifatlar islomga begona bo'lgan, musulmonlarga g'arib bo'lgan sifatlar. Balkim insoniyatga desak xato qilmaymiz. Undan keyingi vanatfil ibti va qo'ltig'i junni tozalashlik. Qo'ltig'i junni tozalashlik va bu tozalashlik natf degani bu yulishlik. Yulsa afzal. Sababi yulishlik o'sha chiqadigan junni zaiflashtirib tashlaydi. Lekin olimlar aytishadiki, shu bilan birga qaysi bir o'sha junni yo'qotishlikka sabab bo'lgan yo'llar bilan ketkizsa bo'laveradi deyshadi. Mana shu asl musulmonning haqiqiy tashqi ko'rinishi va uning tozaligiga va Alloh subhanahu va taolo yaratgan to'liq sifatda bo'lishligiga sabab bo'ladigan narsalar. Shu bilan bu bob bitadi. Biz darsimizni ham shu bilan bitiramiz. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.